Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilmoqchiman. Bu ma'lumot har bir fuqaro, ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz va ularning yaqinlari uchun kritik darajada ahamiyatli. Gap shundaki, hukumatimiz tomonidan pensiya yoshidagi fuqarolarimizga gaz uchun kompensatsiya ajratish bo'yicha uzoq kutilgan va muhim bir qaror tasdiqlandi. Bu yangilik shunchaki xabar emas, balki ko'pchiligimizning oilaviy byudjetimizga sezilarli yengillik olib keluvchi real qadamdir. Siz bu haqida to'liq va aniq ma'lumotga ega bo'lishingiz shart. Shuning uchun bugungi videomizni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zga e'tibor bering. Chunki har bir detal siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va siz ham muhim yangiliklardan doimo xabardor bo'lishingizni ta'minlaydi. Keling, hech qanday ortiqcha gap so'zlarsiz to'g'ridan to'g'ri masalaning mohiyatiga o'taylik. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Uzoq yillar davomida pensiya yoshidagi fuqarolarimiz, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar uchun kommunal xizmatlar, xususan tabiiy gaz uchun to'lovlar doimiy ravishda dolzarb muammo bo'lib kelgan. Ko'pchilikning pensiya miqdori kunlik ehtiyojlar va oziq-ovqat xarajatlariga zo'rg'a yetar edi. Isitish mavsumida gaz uchun keladigan katta miqdordagi to'lovlar ularning ahvolini yanada og'irlashtirardi. Ba'zi oilalar esa bu to'lovlarni o'z vaqtida to'lay olmay, qarzga botish holatlari ham uchrab turardi. Davlat tomonidan har xil imtiyozlar va yordam turlari mavjud bo'lsa-da, ular hammaga ham birdek yetib bormas. Ayrim hollarda esa byurokratik to'siqlar tufayli pensiya yoshidagi fuqarolarimiz uchun murakkablik tug'dirardi. Hukumat bu muammoni tan olib, uni hal qilish yo'llarini izlayotgan edi. Jamiyatda bu borada katta talab va kutish bor edi. Nafaqaxo'rlarimiz ijtimoiy himoyaga muhtojligini doimiy ravishda bildirib kelishgan. Nima o'zgardi? Mana aynan shu yerda biz uchun eng muhim yangilik. Ko'plab muhokamalar va tayyorgarliklardan so'ng hukumatimiz nihoyat pensiya yoshidagi fuqarolarimizga tabiiy gaz uchun kompensatsiya ajratish bo'yicha rasmiy qaror qabul qildi va uni tasdiqladi. Bu degani endi ma'lum mezonlarga javob beradigan nafaqaxo'rlarimizga gaz uchun to'lovlarining bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu ayniqsa qishning moli keskin oshgan paytlarda oilaviy byudjetga katta yordam bo'ladi. Avvalgi tizimda umumiy subsidiyalar mavjud edi, lekin ular ko'pincha universal bo'lib, nafaqaxo'rlarning o'ziga xos ehtiyojlarini to'liq qamrab olmasdi. Yangi qaror esa aynan nafaqaxo'rlar toifasiga qaratilgan bo'lib, ularning moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytirishni maqsad qilgan. Bu shunchaki bir tashabbus emas, balki chuqur o'ylangan ijtimoiy siyosatning natijasidir. Hukumat ijtimoiy adolat tamoyilini mustahkamlashga, aholining eng zaif qatlamlarini himoya qilishga intilmoqda. Asosiy qism irin. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kimga keragi yo'q? Keling, endi bu kompensatsiya kimlarga beriladi, qanday shartlar asosida amalga oshiriladi degan savollarga javob beraylik. Bu masalada batafsil tushunchaga ega bo'lishingiz juda muhim. Birinchidan, kimlar bu kompensatsiyani olish huquqiga ega? Asosiy qoida shuki, bu kompensatsiya faqat O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi va qonuniy ravishda pensiya oluvchi shaxslarga tegishli. Ya'ni, siz davlat pensiya ta'minoti tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz va har oy pensiya olishingiz shart. Bu yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lishi mumkin. Muhimi, sizning pensiya oluvchi maqomingiz rasman tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, qanday mezonlar asosida? Kompensatsiya berishda faqatgina pensiya oluvchi bo'lishning o'zi yetarli emas. Hukumat qarorida qo'shimcha mezonlar ham belgilangan. Eng asosiysi bu har bir oilaning ijtimoiy ahvoli va gaz iste'moli. Bir kam ta'minlanganlik. Aksariyat hollarda kompensatsiya birinchi navbatda ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimi orqali kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan oilalarda yashovchi nafaqaxo'rlarimizga beriladi. Agar sizning oilangiz kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsa, sizning bu kompensatsiyani olish ehtimolingiz ancha yuqori bo'ladi. Ikki gaz iste'moli me'yorlari, kompensatsiya miqdori va berish tartibi gaz iste'molining belgilangan me'yorlardan kelib chiqadi. Masalan, agar sizning oylik gaz iste'molingiz ma'lum bir kub metrdan oshsa, sizga kompensatsiya berilishi mumkin. Bu me'yorlar mintaqaga va uy-joy turiga, ko'p qavatli uy yoki xususiy uy qarab farq qilishi mumkin. Masalan, hukumat qish mavsumi uchun 700 kub metr gazni
asosiy iste'mol chegarasi deb belgilash mumkin. Agar sizning iste'molingiz shundan oshsa, ma'lum foizi qoplanishi yoki belgilangan miqdordagi kompensatsiya berilishi mumkin. Keling, bir nechta aniq real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Yakka yashovchi mulla opa. Mulla opa 75 yoshda. U yakka o'zi xususiy uyda yashaydi. Uning oylik pensiyasi taxminan 1 million so'm. O'tgan qishda sovuq kunlarda uning uyi gaz bilan isitilganligi sababli oyiga o'rtacha 1200 kub metr gaz iste'mol qilgan. Avvaliga unga har oy 1 million so'mdan ortiq gaz puli kelgan. Bu esa uning pensiyasining qariyb pulini tashkil qilgan. Mulla opa nafaqat gaz, balki boshqa kommunal to'lovlar uchun ham pul to'lab, oziq-ovqat va dorilar uchun qiyinchilikka duch kelgan. Uning oilasi kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan. Yangi qarorga ko'ra, mulla opaga belgilangan me'yor bo'yicha kompensatsiya beriladi. Masalan, agar hukumat 700 kub metrdan ortiq iste'mol qilingan gaz uchun har bir kub metrga 500 so'm kompensatsiya ajratishni belgilagan bo'lsa, mulla opa o'rtacha 400-500 kub metr ortiqcha gaz iste'moli uchun 1200, 700, 500, 200 ming, 220 ming so'm, 500, 525 ming miqdorida kompensatsiya olishi mumkin. Bu uning oilaviy byudjetiga katta yordam bo'ladi. Chunki u endi oziq-ovqat va dorilarga ko'proq pul sarflash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada oshiradi va moliyaviy bosimni yengillashtiradi. Misol 2. Ko'p qavatli uyda yashovchi Ahmad aka va Gulnora aya. Ahmad aka 70 yoshda, Gulnora aya 68 yoshda. Ular birga ko'p qavatli uyning ikkinchi qavatida yashaydilar. Ularning umumiy pensiyasi 2 million so'm atrofida. Ularning uyi markaziy isitish tizimiga ulangan, ammo gazni asosan oshxonada ovqat pishirish va suv isitish uchun ishlatishadi. Ularning oylik gaz iste'moli odatda 80 kub metrdan oshmaydi. Ularning oilasi kam ta'minlanganlar qatoriga kirmaydi. Bu holatda Ahmad aka va Gulnora aya ehtimol bu kompensatsiyani ololmasliklari mumkin. Nima uchun? Chunki ularning gaz iste'moli juda past bo'lib, belgilangan minimal iste'mol me'yoridan sezilarli darajada kam. Ya'ni ularning gaz xarajatlari oilaviy byudjetiga katta yuk solmaydi va ular bu turdagi ijtimoiy yordamga birinchi navbatda muhtoj bo'lganlar qatoriga kirmaydi. Kompensatsiya tizimi birinchi navbatda eng ko'p ehtiyoj sezadiganlarga yordam berishga qaratilgan. Shuningdek, ularning kam ta'minlangan deb e'tirof etilmagani ham kompensatsiya olish ehtimolini pasaytiradi. Albatta, har bir holat alohida ko'rib chiqiladi, lekin bu kabi umumiy tendensiya mavjud. Misol uchun, nafaqaxo'r va ishlaydigan Temur bobo 65 yoshda. U pensiya yoshida bo'lsa-da, kichik bir korxonada qo'shimcha daromad topish maqsadida ishlaydi. Uning pensiyasi va ish haqi yig'indisi oilasining o'rtacha daromadidan ancha yuqori. Uning xususiy uyi bor va qishda gaz iste'moli yuqori bo'ladi. Uning oilasi kam ta'minlanganlar ro'yxatiga kiritilmagan. Temur bobo ham bu kompensatsiyani olishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Sababi uning umumiy daromadi va oilasining moliyaviy ahvoli nisbatan yaxshi. Kompensatsiya tizimi ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun mo'ljallangan bo'lib, davlat byudjetining cheklangan resurslari shu maqsadlarga yo'naltiriladi. Ishlaydigan va yuqori daromadga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar qoida tariqasida bunday kompensatsiyalarga muhtoj emas deb hisoblanadi. Shunga qaramay, agar uning iste'moli o'ta yuqori bo'lsa va hukumat tomonidan belgilanadigan mezonlarda boshqa o'ziga xos holatlar, masalan, sog'lig'i bilan bog'liq maxsus ehtiyojlar inobatga olinadigan bo'lsa, u murojaat qilishi mumkin. Lekin umumiy holatda uning kompensatsiya olish ehtimoli past. Xulosa qilib aytganda, kompensatsiya faqatgina pensiya yoshidagi shaxslarga berilmaydi. Uning asosiy maqsadi moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan, kam ta'minlangan oilalarda yashovchi va gaz iste'moli yuqori bo'lgan nafaqaxo'rlarga yordam berishdir. Agar sizning oilangiz shunday toifaga kirsa, bu siz uchun juda katta yengillik bo'lishi mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har bir yangi tizimda bo'lgani kabi, bu kompensatsiya tizimida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan nozik jihatlar va hatto ba'zi tuzoqlar mavjud. Ularni bilish sizga keyinchalik ortiqcha muammolardan qochishga va huquqlaringizdan to'liq foydalanishga yordam beradi. 1. Mulkning mavjudligi. Agar nafaqaxo'rning yoki uning oila a'zolarining nomida bir nechta uy-joy yoki qimmatbaho mulk, masalan 2 yoki undan ortiq avtomobil mavjud bo'lsa, bu uning kam ta'minlanganlik maqomini olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Ba'zi hollarda
hatto bir dona, lekin juda qimmatbaho mulk ham sizning kompensatsiya olish huquqingizni cheklashi mumkin. Hukumat ijtimoiy yordamni chinakamiga muhtoj bo'lganlarga yo'naltirishga harakat qiladi va mulk darajasi bu masalada muhim ko'rsatkichdir. Misol uchun, Toshkent shahrida ikkita kvartiraga ega bo'lgan nafaqaxo'r pensiya miqdori past bo'lsa-da, kompensatsiya olishga haqli emas deb topilishi mumkin. Chunki u ushbu mulklarni ijaraga berish yoki sotish orqali o'zining moliyaviy ahvolini yaxshilash imkoniyatiga ega. 2. Boshqa ijtimoiy yordam turlari bilan bog'liqlik. Ba'zi hollarda agar siz allaqachon boshqa turdagi ijtimoiy yordam, masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiyalar, yosh bolali oilalar uchun nafaqalar olib turgan bo'lsangiz, gaz kompensatsiyasi miqdori kamaytirishi yoki umuman berilmasligi mumkin. Bu 2 marta yordam berish tamoyilining oldini olish uchun qilinadi. Ya'ni davlat bir oilaga bir nechta manbadan bir xil turdagi yordamni ajratmaslikka harakat qiladi. Shuning uchun arzi topshirishdan oldin siz olib turgan barcha ijtimoiy to'lovlar ro'yxatini ko'rib chiqing va davlat xizmatlari markazidan maslahat oling. Masalan, agar sizning oilangiz uy-joy kommunal xizmatlari uchun belgilangan chegirma olgan bo'lsa, gaz kompensatsiyasi miqdori olgan bo'lsa, gaz kompensatsiyasi miqdori ushbu chegirlanishi mumkin. 3. Vaqtinchalik cheklovlar va muddatlar. Kompensatsiya olish uchun ariza topshirish muddatlari va uning amal qilish muddati belgilangan bo'lishi mumkin. Masalan, faqat isitish mavsumida yoki yilning ma'lum bir davrida murojaat qilish imkoniyati berilishi mumkin. Shuningdek, kompensatsiya faqat ma'lum bir muddatga, masalan, 6 oy yoki 1 yilga ajratilishi mumkin. Shundan so'ng qayta murojaat qilish talab qilinadi. Bu muddatlarni o'tkazib yuborish sizni kompensatsiyadan mahrum etishi mumkin. Har doim rasmiy manbalardagi ma'lumotlarni kuzatib boring. 4. Noaniq shartnomalar va hisob-kitoblar ba'zi nafaqaxo'rlar gaz ta'minoti bilan shaxsiy shartnomalar tuzishda yoki hisoblagichlarga oid muammolarga duch kelishlari mumkin. Agar sizning gaz hisoblagichingizda nosozlik bo'lsa yoki gaz ta'minoti tashkiloti bilan shartnomangiz rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu kompensatsiya olish jarayonida muammolar tug'dirishi mumkin. Misol uchun, hisoblagich muddati o'tgan bo'lsa yoki u davlat tekshiruvidan o'tmagan bo'lsa, iste'mol miqdori bo'yicha bahsli vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa kompensatsiya hisoblanishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun gaz hisoblagichlaringiz doimo so'z holatda bo'lishini va ularning tekshiruvdan o'tganligini ta'minlang. 5. Turar joyning turi va maqomi. Kompensatsiya asosan doimiy yashash joyidagi gaz iste'moliga qaratilgan. Agar nafaqaxo'r vaqtincha ijarada turgan uy uchun kompensatsiya olishga harakat qilsa, bu masalada qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi yoki umuman ruxsat berilmasligi mumkin. Shuningdek, noturar joylar yoki tadbirkorlik faoliyati olib boriladigan joylarda iste'mol qilingan gaz uchun kompensatsiya ajratilmaydi. Faqatgina yashash uchun mo'ljallangan turar joylarda iste'mol qilingan gaz uchun beriladi. 6. Taqdim etilgan ma'lumotlarning to'g'riligi. Arizada va taqdim etilgan hujjatlarda yolg'on yoki noto'g'ri ma'lumotlar berish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu nafaqat kompensatsiyadan mahrum etishga, balki mavjud qonunchilikka muvofiq javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri ko'rsatish juda muhimdir. Bu istisnolar va nozik jihatlarni bilish sizning kompensatsiya olish jarayonini ancha osonlashtiradi va keraksiz asabiy ziyonlardan himoya qiladi. Har qanday shubhali holatda vakolatli tashkilotlardan maslahat olishdan tortinmang. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu kompensatsiyani olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni bosib o'tish lozim? Birinchi qadam, ma'lumot to'plash va o'zingizning huquqingizni aniqlash. Eng avvalo, siz o'zingizning kompensatsiya olish huquqingizni aniqlab olishingiz kerak. Yuqorida aytib o'tilgan mezonlarga pensiya oluvchi, kam ta'minlanganlik gaz iste'moli mos kelishingizni tekshiring. Qayerga murojaat qilish kerak? 1. Mahalla fuqarolar yig'ini. Birinchi va eng muhim manzil bu siz yashaydigan mahallaning fuqarolar yig'ini. Aynan shu yerda sizning oilaviy ahvolingiz, kam ta'minlanganlik darajangiz o'rganiladi va tegishli tavsiyanomalar beriladi. Ular sizga ijtimoiy himoya yagona reyestr tizimiga kirishda yordam berishadi. Davlat xizmatlari markazlari DXM respublikamizning barcha hududlarida faoliyat yurituvchi davlat xizmatlari markazlari bu kabi ijtimoiy yordam turlarini rasmiylashtirishda asosiy organ hisoblanadi. Siz barcha zarur hujjatlar bilan DXMga murojaat qilishingiz kerak.
o't, pensiya jamg'armasi bo'limlari. Ayrim hollarda sizning pensiya to'lovchisi bo'lgan pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari ham bu jarayonga jalb qilinishi mumkin. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plash. Kompensatsiya olish uchun sizga quyidagi hujjatlar ro'yxati kerak bo'lishi mumkin. Bu ro'yxat hukumatning aniq qaroriga qarab biroz farq qilishi mumkin. Ammo asosiy hujjatlar odatda quyidagilardan iborat. 1. Ariza Davlat xizmatlari markazida yoki ijtimoiy himoya yagona reyestr portalida to'ldiriladigan standart shakldagi ariza. Unda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, gaz iste'moli bo'yicha ma'lumotlar va kompensatsiya olish sabablari ko'rsatiladi. 2. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat sizning pasportingiz yoki identifikatsiya kartangiz, ID karta nusxasi, asl nusxasini o'zingiz bilan olib boring. 3. Pensiya guvohnomasi sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat nusxasi. 4. Gaz ta'minoti shartnomasi. Gaz ta'minoti korxonasi bilan tuzilgan shartnoma nusxasi. 5. Gaz hisoblagichining so'nggi ko'rsatkichlari. Gaz hisoblagichingizning so'nggi ko'rsatkichlari aks ettirilgan kvartirangiz yoki xususiy uyingiz uchun gaz to'lov qog'ozlari, kvitansiyalari yoki elektron ma'lumotlar. 6. Ijtimoiy himoya yagona reyestri dan ma'lumotnoma. Agar siz kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan bo'lsangiz, bu tizimdan olingan ma'lumotnoma talab qilinadi. Uni mahalla fuqarolar yig'ini orqali yoki DXM orqali olish mumkin. 7. Bank hisob raqami ma'lumotlari. Kompensatsiya puli tushirib beriladigan bank hisob raqamingizning rekvizitlari. Bu sizning pensiya oladigan kartangiz bo'lishi mumkin. 9. Oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Mahalla fuqarolar yig'inidan olinadigan oilaning tarkibi, unda yashovchi shaxslarning ma'lumotlari ko'rsatilgan hujjat. Vakolatli shaxs murojaat qilsa ishonchnoma. Agar nafaqaxo'rning o'zi kasalligi yoki boshqa sabablar tufayli murojaat qila olmasa, uning nomidan vakolatli shaxs notarial tasdiqlangan ishonchnoma bilan harakat qilishi mumkin. 3-qadam. Arizani topshirish va kutish barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng ularni Davlat xizmatlari markaziga shaxsan topshirishingiz mumkin. Hujjatlarni topshirayotganda barcha nusxalarni va asl nusxalarni to'g'ri taqdim etganingizga ishonch hosil qiling. DXM xodimlari sizga ariza to'ldirishda yordam berishadi va har qanday savollaringizga javob berishadi. Shuningdek, ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimining elektron portali orqali onlayn ariza topshirish imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati va ko'nikmasi bo'lsa, bu jarayonni uydan chiqmasdan amalga oshirish qulayroq bo'ladi. Arizangiz qabul qilingandan so'ng sizga ro'yxatga olish raqami beriladi. Bu raqam orqali arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Arizalar ko'rib chiqish muddati odatda 15 ish kundan 30 ish kunigacha davom etishi mumkin. Bu muddat davomida mutaxassislar sizning ma'lumotlaringizni tekshiradilar, gaz iste'moli va oilaviy ahvolingizni o'rganadilar. Ba'zi hollarda sizning uyingizga ijtimoiy xodimlar kelib, yashash sharoitingizni o'rganishlari ham mumkin. 4-qadam. Kompensatsiyani olish. Agar arizangiz ijobiy hal etilsa, sizning bank hisob raqamingizga belgilangan miqdordagi kompensatsiya puli o'tkaziladi. Bu pul qoida tariqasida oyiga bir marta yoki har chorakda bir marta to'lab berilishi mumkin. Bu hukumatning aniq tartibiga bog'liq. Pulni qabul qilganingizdan so'ng bankdan yoki elektron bank ilovalari orqali hisobingizga tushganini tekshirishni unutmang. Qisqa maslahatlar: hujjatlaringiz doimo tartibda bo'lsin. Gaz to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirishga harakat qiling. Bu sizning shaffof tarifingizni shakllantiradi. Rasmiy xabarlarni doimiy kuzatib boring. Televideniya, gazetalar, rasmiy veb-saytlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, mutaxassislardan, DXM xodimlaridan aniqlik kiritishni so'rang. Xulosa va yakuniy chorlov. Mana, aziz do'stlar, bugungi videomizning yakuniga yetdik. Men sizga pensiya yoshidagi fuqarolarimizga gaz uchun kompensatsiya ajratish bo'yicha tasdiqlangan qarorning barcha nozik jihatlarini, uning mohiyatini, kimlarga berilishi va uni qanday olish mumkinligini batafsil tushuntirishga harakat qildim. Bu har bir nafaqaxo'rimiz uchun muhim yengillik, oilaviy byudjetga katta ko'makdir. Davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoyani kuchaytirish yo'lidagi yana bir muhim qadam. Endi siz nafaqat bu haqida bilasiz, balki uni qanday amalga oshirish bo'yicha aniq qo'llanmaga egasiz. Men sizdan faqat bitta narsani so'rayman. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamlarga yetkazing. O'z yaqinlaringizga, qo'shnilaringizga, tanishlaringizga, ayniqsa keksalarimizga bu video
havolasini yuboring. Balki aynan sizning yordamingiz tufayli kimdir bu kompensatsiyadan foydalanib qishning sovuq kunlarida uyini issiq tutishi mumkin. Bu yangilik haqida sizning fikringiz qanday? Sizning oilangizda nafaqaxo'rlar bormi? Siz bu kompensatsiya sizga yordam beradi deb o'ylaysizmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men har bir kommentariyangizni diqqat bilan o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Va albatta agar videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz siz uchun doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Character count check. Making issued characters. This is within the target range. The text is in Uzbek, Latin. It adheres to the structure and style requirements. It's detailed with examples and explanations. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilmoqchiman. Bu ma'lumot har bir fuqaro, ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz va ularning yaqinlari uchun kritik darajada ahamiyatli. Gap shundaki, hukumatimiz tomonidan pensiya yoshidagi fuqarolarimizga gaz uchun kompensatsiya ajratish bo'yicha uzoq kutilgan va muhim bir qaror tasdiqlandi. Bu yangilik shunchaki xabar emas, balki ko'pchiligimizning oilaviy byudjetimizga sezilarli yengillik olib keluvchi real qadamdir. Siz bu haqida to'liq va aniq ma'lumotga ega bo'lishingiz shart. Shuning uchun bugungi videomizni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zga e'tibor bering, chunki har bir detal siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va siz ham muhim yangiliklardan doimo xabardor bo'lishingizni ta'minlaydi. Keling, hech qanday ortiqcha gap so'zlarsiz to'g'ridan to'g'ri masalaning mohiyatiga o'taylik. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Uzoq yillar davomida pensiya yoshidagi fuqarolarimiz, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar uchun kommunal xizmatlar, xususan tabiiy gaz uchun to'lovlar doimiy ravishda dolzarb muammo bo'lib kelgan. Ko'pchilikning pensiya miqdori kunlik ehtiyojlar va oziq-ovqat xarajatlariga zo'rg'a yetar edi. Isitish mavsumida gaz uchun keladigan katta miqdordagi to'lovlar ularning ahvolini yanada og'irlashtirardi. Ba'zi oilalar esa bu to'lovlarni o'z vaqtida to'lay olmay, qarzga botish holatlari ham uchrab turardi. Davlat tomonidan har xil imtiyozlar va yordam turlari mavjud bo'lsa-da, ular hammaga ham birdek yetib bormas. Ayrim hollarda esa byurokratik to'siqlar tufayli pensiya yoshidagi fuqarolarimiz uchun murakkablik tug'dirardi. Hukumat bu muammoni tan olib, uni hal qilish yo'llarini izlayotgan edi. Jamiyatda bu orada katta talab va kutish bor edi. Nafaqaxo'rlarimiz ijtimoiy himoyaga muhtojligini doimiy ravishda bildirib kelishgan. Ko'plab murojaatlar, takliflar va talablar mavjud edi. Misol uchun, qishloq joylarda yashovchi ko'plab nafaqaxo'rlar, ayniqsa ko'p bolali oilalarda ulg'aygan va endi yolg'iz qolgan keksalar, gaz to'lovlari ularning minimal pensiyasidan ham oshib ketishidan shikoyat qilishar edi. Gaz narxlarining o'zgarishi, mavsumiy o'sishi har doim xavotir uyg'otardi. Shu sababli hukumatning bu masalaga jiddiy e'tibor qaratish va tizimli yechim izlashi zarur edi. Nima o'zgardi? Mana aynan shu yerda biz uchun eng muhim yangilik. Ko'plab muhokamalar va tayyorgarliklardan so'ng hukumatimiz nihoyat pensiya yoshidagi fuqarolarimizga tabiiy gaz uchun kompensatsiya ajratish bo'yicha rasmiy qaror qabul qildi va uni tasdiqladi. Bu degani, endi ma'lum mezonlarga javob beradigan nafaqaxo'rlarimizga gaz uchun to'lovlarning bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu ayniqsa qishning qahraton sovuqlarida gaz oilaviy byudjetga katta yordam bo'ladi. Avvalgi tizimda umumiy subsidiyalar mavjud edi, lekin ular ko'pincha universal bo'lib, nafaqaxo'rlarning o'ziga xos ehtiyojlarini to'liq qamrab olmasdi. Yangi qaror esa aynan nafaqaxo'rlar toifasiga qaratilgan bo'lib, ularning moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytirishni maqsad qilgan. Bu shunchaki bir tashabbus emas, balki chuqur o'ylangan ijtimoiy siyosatning natijasidir. Hukumat ijtimoiy adolat tamoyilini mustahkamlashga, aholining eng zaif qatlamlarini himoya qilishga intilmoqda. Endi nafaqaxo'rlar pensiya pulini olgach, uning katta qismini kommunal to'lovlarga sarflash haqida kamroq o'ylashlari mumkin bo'ladi. Bu qaror nafaqaxo'rlarning hayot sifatini oshirishga, ularga yanada farovon turmush sharoitini yaratishga qaratilgan amaliy qadamdir. Bunday kompensatsiya tizimining joriy etilishi xalqning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.
Chunki davlat o'z fuqarolari haqida g'amxo'rlik qilayotganini amalda ko'rsatmoqda. Bu qarorning tasdiqlanishi bilan ko'plab oilalar cheklangan pensiya daromadi bilan bog'liq xavotirlar kamayishi kutilmoqda. Asosiy qismi bin. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kimga keragi yo'q? Keling, endi bu kompensatsiya kimlarga beriladi? Qanday shartlar asosida amalga oshiriladi degan savollarga javob beraylik. Bu masalada batafsil tushunchaga ega bo'lishingiz juda muhim. Birinchidan, kimlar bu kompensatsiyani olish huquqiga ega? Asosiy qoida shuki, bu kompensatsiya faqat O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi va qonuniy ravishda pensiya oluvchi shaxslarga tegishli. Ya'ni siz davlat pensiya ta'minoti tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz va har oy pensiya olishingiz shart. Bu yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchini yo'qotganlik pensiyasi bo'lishi mumkin. Muhimi, sizning pensiya oluvchi maqomingiz rasman tasdiqlangan bo'lishi kerak. Shuningdek, sizning fuqaroligingiz ham muhim rol o'ynaydi. Chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun bu kompensatsiya turi taqdim etilmasligi mumkin. Ikkinchidan, qanday mezonlar asosida kompensatsiya berishda faqatgina pensiya oluvchi bo'lishning o'zi yetarli emas. Hukumat qarorida qo'shimcha mezonlar ham belgilangan. Eng asosiysi bu har bir oilaning ijtimoiy ahvoli va gaz iste'moli. Endi kam ta'minlanganlik aksariyat hollarda kompensatsiya birinchi navbatda ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimi orqali kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan oilalarda yashovchi nafaqaxo'rlarimizga beriladi. Agar sizning oilangiz kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsa, sizning bu kompensatsiyani olish ehtimolingiz ancha yuqori bo'ladi. Bu reyestr sizning oilangizning umumiy daromadlari, mol-mulki va yashash sharoitlarini hisobga olib, moliyaviy ehtiyojini baholaydi. Kam ta'minlangan deb tan olinish bu kompensatsiya olish uchun deyarli birinchi shartlardan biridir. 2. Gaz iste'moli me'yorlari. Kompensatsiya miqdori va berish tartibi gaz iste'molining belgilangan me'yorlaridan kelib chiqadi. Masalan, agar sizning oylik gaz iste'molingiz ma'lum bir kub metrdan oshsa, sizga kompensatsiya berilishi mumkin. Bu me'yorlar mintaqaga va uy-joy turiga, ko'p qavatli uy yoki xususiy uy qarab farq qilishi mumkin. Hukumat qish mavsumi uchun belgilangan minimal iste'mol chegarasini e'lon qiladi. Misol uchun, bu chegara bir oyda 700 kub metr gaz deb belgilanishi mumkin. Agar sizning iste'molingiz shundan oshsa, ortiqcha iste'mol qilingan gaz uchun ma'lum bir foizda kompensatsiya qoplanishi yoki belgilangan qat'iy miqdordagi kompensatsiya berilishi mumkin. Bu me'yorlar asosan o'rtacha isitish ehtiyojlari va uy-joyning umumiy maydonini hisobga olgan holda aniqlanadi. Shuni unutmangki, bu me'yorlar har yili qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Keling, bir nechta aniq real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu sizga vaziyatni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Misol, bir yakka yashovchi mulla opa 75 yoshda u yakka o'zi xususiy uyda yashaydi. Uning uyi eski uslubda qurilgan bo'lib, isitish tizimi an'anaviy, ya'ni gaz bilan ishlaydigan katta pech. Uning oylik pensiyasi taxminan 1 million so'm. O'tgan qishda sovuq kunlarda uning uyi gaz bilan isitilganligi sababli oyiga o'rtacha 1200 kub metr gaz iste'mol qilgan. O'sha paytda gaz narxi o'rtacha 6,5 so'm kub metr deb hisoblaganda, unga har oy 6,5 ming so'mdan 700 ming so'mgacha gaz puli kelgan. Bu esa uning pensiyasining qariyb 65,700 betini tashkil qilgan. Mulla opa nafaqat gaz, balki boshqa kommunal to'lovlar, suv, elektr energiyasi uchun ham pul to'lab, oziq-ovqat va dorilar uchun qiyinchilikka duch kelgan. Uning oilasi ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan. Yangi qarorga ko'ra mulla opaga belgilangan me'yor bo'yicha kompensatsiya beriladi. Masalan, agar hukumat 700 kub metrdan ortiq iste'mol qilingan gaz uchun har bir kub metrga 500 so'm kompensatsiya ajratishni belgilagan bo'lsa, mulla opa o'rtacha 400-500 kub ortiqcha gaz iste'moli uchun 1200, 700, 500, 200 ming, 2,1 ming so'm, 500-525 ming miqdorida kompensatsiya olishi mumkin. Bu uning oilaviy byudjetiga katta yordam bo'ladi. Chunki u endi oziq-ovqat va dorilarga ko'proq pul sarflash imkoniyatiga ega bo'ladi. Misol uchun, bu pul unga o'zi uchun zarur bo'lgan yurak dori-darmonlarni sotib olishga yoki oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishga imkon beradi. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada oshiradi va moliyaviy bosimni yengillashtiradi. Uni qishning sovuq kunlarida uyini isitish uchun
pul topish tashvishidan xalos etadi. Misol 2. Ko'p qavatli uyda yashovchi Ahmad aka va Gulnoraya Ahmad aka 7 yoshda, Gulnoraya 18 yoshda. Ular birga ko'p qavatli uyning ikkinchi qavatida yashaydilar. Ularning umumiy pensiyasi 2 million so'm atrofida, chunki ikkalasi ham pensiya oladi. Ularning uyi markaziy isitish tizimiga ulangan, ammo gazni asosan oshxonada ovqat pishirish va suv isitish uchun ishlatishadi. Ularning oylik gaz iste'moli odatda ETX taqvit kub metrdan oshmaydi. Gazning o'rtacha narxi 6500 so'm kub metr bo'lganda, ularning oylik gaz to'lovi 32500 so'mdan 2000 so'mgacha bo'ladi. Ularning oilasi kam ta'minlanganlar qatoriga kirmaydi, chunki ularning umumiy daromadi kam ta'minlanganlik chegarasidan yuqori. Bu holatda Ahmad aka va Gulnora aya ehtimol bu kompensatsiyani ola olmasliklari mumkin. Nima uchun? Chunki ularning gaz iste'moli juda past bo'lib, hukumat tomonidan belgilangan minimal iste'mol me'yoridan, masalan, 700 kub metr hezlari darajada kam. Ya'ni ularning gaz xarajatlari oilaviy byudjetiga katta yuk solmaydi va ular bu turdagi ijtimoiy yordamga birinchi navbatda muhtoj bo'lganlar qatoriga kirmaydi. Kompensatsiya tizimi birinchi navbatda eng ko'p ehtiyoj sezadiganlarga yordam berishga qaratilgan. Shuningdek, ularning kam ta'minlangan deb e'tirof etilmagani ham kompensatsiya olish ehtimolini pasaytiradi. Albatta, har bir holat alohida ko'rib chiqiladi, lekin bu kabi umumiy tendensiya mavjud. Agar ularning iste'moli minimal chegara ostida bo'lsa, davlat ularga qo'shimcha kompensatsiya ajratishni maqsadga muvofiq deb hisoblamaydi. Chunki ularning xarajatlari allaqachon oilaviy byudjetga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Misol uchun, nafaqaxo'r va ishlaydigan Temur bobo va albatta, agar videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz siz uchun doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.